Salom dahshat armiyasi. UFC 322 bo'yicha bugun oxirgi videolar bo'ladi. Hamma urush kutgandi. Hamma Jack Della Madalenaga islom uchun kriptonit bo'ladi deb o'ylashgandi. Lekin biz nimani ko'rdik? To'g'ri, bu tarixdagi eng qonli jang bo'lmadi, lekin tan olaylik, bu absolyut dominatsiya edi. Islom Makhachev shunchaki kamarni himoya qilmadi. O'zi va qolgan divizion o'rtasidagi farqni ko'rsatib qo'ydi. Bu juda ham katta farq. Muxlislar jang zerikarli bo'ldi deb nolib turgan paytda Islom to'g'ridan-to'g'ri GOAT, tarixdagi eng zo'r statusga qarab ketmoqda. Bugun shunchaki g'alabani emas, Islom raqibini qanday qilib ruhan sindirganini va nima uchun endilikda Illa Topuria Islom uchun asosiy xavf ekanligi haqida gaplashamiz. Qani ketdik. X hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top kliplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Keling Jackning rejasiga qaraymiz. U pressing qilaman dedi. U ritmni buzishga chiqaman dedi. Lekin Islom uni taymingini o'qishi bilan Jackning rejasi qayerga yo'q bo'ldi. Mashhur boksi qani? Yo'q. Pressing qani? Umuman yo'q. Bu shunchaki Islom tomonidan uni mag'lub qilish emas edi. Bu tizimli vzlom, ya'ni uni psixikasiga buzib kirish edi. Islom xirurg kabi ishladi. Oyoqni oldi, harakatni o'ldirdi, partriga olib tushdi. Ortiqcha harakat yo'q, hammasi sovuqqonlik bilan, shafqatsiz nazorat bilan. Islom hatto to'liq quvvat bilan ishlashga hojati qolmadi. U shunchaki bazaviy texnika bilan g'olib bo'ldi. Eng qo'rqinchli va dahshatli payt 4 va 5-raundlar orasida bo'ldi. Jackning ko'zlariga qaradingizmi? Internetda tarqalib ketgan o'sha bo'sh nigoh. Yo'q, bu charchoq emas do'stlar. Bu taslim bo'lish. Bu nigoh men borimni bermoqdaman, lekin unga ta'sir qilmayapti. Men hech narsa qila olmayman deganini bildiradi. Islom uni burnini sindirmadi. Undan battar ishni qildi. U oktagonni o'zida Jackning o'ziga bo'lgan ishonchni o'ldirdi. Lekin keling xolis bo'lamiz. Jang blockbuster bo'lmadi. Bu narsa aniqmi? Ha. Dominantmi? Ha, 100%. Qiziqarlikmi? Albatta yo'q. Shunday his bo'ldiki, Islom ongli ravishda tavakkaldan voz kechdi. Jackning oyog'i jarohatlangandan keyin Makhachev menejer rejimini yoqdi. Pozitsiya, bosim, nazorat va raundni cho'ntakka solish. Biz bilamizki, Islomda ikkinchi nafas bor. Unda finish qilish instinkti bor. Lekin bu kecha u bu narsani qilmadi. Bu jangdan keyin juda ham g'alati hissiyot qoldirdi. Uni mahoratiga qoyil qolmoqdamiz. Lekin tomoshaga biz to'ymadik. Asosiy jangda sovuq hisob-kitob bo'lgan paytda qolgan divizion portladi. Michael Morales, bu ismni eslab qoling. U Sean Brady'ni shunchaki reytingdan uloqtirib tashladi. Brady jangdan qochmaydigan kam sonli yigitlardan biri. Lekin u o'z jasorati uchun kaltaklandi. Bundan oldingi videolarda aytganimizdek, u yozdan beri jang kutgandi, ya'ni kamarga. Unga eng xavfli prospektni berishdi va natijasi ma'lum. Bu shafqatsiz sport. Bir kecha va sen titul poygasidan chiqib ketasan. Va shu yerda Leon Edwards tragediyasiga kelamiz. 1 yil oldin u qirol edi. Bugun ketma-ket 3 ta mag'lubiyat. Eng yomoni, har bir mag'lubiyat oldingizdan yomonroq. Leonning uslubi akademik, ehtiyotkor, ikkinchi raqam bo'lib ishlash. Shavkat Rahmonov, Morales yoki cho'qqidagi Islom bor divizionda siz shunchaki yutqizmaslikka harakat qila olmaysiz. Siz yutishingiz kerak. Uni himoyasi endilikda passivlikka o'xshab qoldi. Leon yo'qolib qoldi. Uning gaplari, uyga boramiz va o'ylab ko'ramiz. Bu nima qilishni bilmaydigan odamning gaplari. Divizion tozalandi. Moralesga hali erta. Gari mag'lub bo'lgan. Belal Islomning do'sti kim qoldi? Va shu joyda sahnaga Illa Topuria chiqib keladi. Bu yigit bitta kamar haqida gapirmayapti. U ishda kamarni olish haqida gapirmoqda. Quloq soling, u nima dedi? Quloq soling uning gaplari. Unga yengil vaznda emas, 77 kilogramga ko'tarilib, o'sha yerda 3-kamarni olish qiziqroq ekan. Lekin real qaraylik bu narsaga. Islom Makhachev va Illa Topuria bu hozir UFC'ga eng kerakli jang. Bu shunchaki kamar uchun emas, bu meros, legacy uchun jang. Topurianing tezligi va boksi Islomning kurashi va kontroliga qarshi. Bu tez, shafqatsiz va texnik jang bo'ladi. Aynan mana shu super jang bugungi kechaga yetishmagan olovni qaytaradi menimcha. Main event haqida 2 og'iz. Valentina Shevchenko afsonaga hurmat saqlagan holda aytamiz. Bu juda ham quruq jang bo'ldi. 5 raund nazorat va 0 ga teng finish harakati. Ya'ni o'sha eski bahsga qaytamiz. Tomoshabin uchun texnik tomon kerak emas. Bizga shov-shu kerak. UFC 322 bizga medalning ikkinchi tomonini ko'rsatadi. Prelimdagi och prospektlar asosiy jangdagi pragmatik chempionlardan yaxshi. Islom Makhachev nima bo'lsa ham o'z tarixini yozmoqda. Sekin, ishonchli, kimgadir zerikarli, lekin dahshatli darajadagi samarali. GOAT haqidagi gaplar shunchaki hype emas. Divizionlar kundan kunga o'zgarmoqda, qirollar qulamoqda. Yangi nomlar shu yerda. Siz Islomga qarshi kimni ko'rishni xohlaysiz? Topuria yoki yosh avlodga imkon berish kerakmi? Kommentariyada yozib qoldiring. 2025-yilda yangi kelgan muxlislarni bu sport bilan bog'lash uchun ekran qarshisiga mixlab qo'yadigan janglar juda ham kam. Lekin oxirgi turnir 322 shunday tunlardan biri edi.
Butun oilam Islomni 77 kilogramm vaznga ko'tarilib, Jack Della bilan urushishni ko'rish uchun yig'ildi. Ular Jackning familiyasini to'g'ri ayta olmasdi ham, lekin uni hayvon ekanligini eshitishgandi, ya'ni yovvoyi, yaxshi ma'noda. Xo'sh, natija qanday bo'ldi? Oilamning yarmi 3-raundda, qolgani 4-raundda taslim bo'lib uxlab qolishdi. Agar iloji bo'lganda men ham uxlashga ketgan bo'lardim, hattoki ertalab bo'lishiga qaramay. Gap shundaki, Islom odatda juda qiziqarli jangchi. Oxirgi 10 ta g'alabasidan 8 tasi finish. Bugungacha bo'lgan yagona qaror Volkanovski bilan bo'lgan o'sha dahshatli urush edi. Lekin Jack bilan bo'lgan jang bu Islom faoliyatidagi eng xavfsiz jang bo'ldi. Bu uni dahshatli mahoratini qorong'u tomoni. Agar xohlasa, u tavakkal qilmasdan raqibini 25 daqiqa davomida shunchaki ushlab yotishi mumkin. Hakamlarning unga g'alabani berishdan boshqa chorasi qolmadi. Bu ta'sirli. Balki muammo faqat Islomda emasdir, balki bu yilgi barcha katta janglar juda ham xavfsiz o'tayotgandir. DDP va Strickland 2 dahshatli darajada zerikarli. Ankalayev muxlislar kutgan narsani bermadi va hamma uxlashdi. DDP va Hamzat hamma smashni kutgandi, lekin u yerda ham ehtiyotkorona dominatsiya bo'ldi. 321 ko'zga barmoq tiqish bilan tugadi. Muxlislar to'lib ketgandi va kecha Islomning ehtiyotkor jangi bu sabr kosasidagi oxirgi tomchi edi. Yaxshi hamki bizda undercard bor edi. Keling raqamlarga qaraymiz, ular aldamaydi. Kecha 14 ta jangdan 12 tasida favoritlar yutdi. Benoit Saint-Denis Beneil Dariushni bor yo'g'i 16 soniyada nokaut qildi. Bu Dariush faoliyatidagi eng tez mag'lubiyat. Unga eng tezkor fransuz mukofotini beramiz. Carlos Prater sobiq chempion Edwardsni eslaysizmi? Prater uni faoliyatida birinchi marta nokautga uchratdi. Headshot dead endi Bulyonni o'ziga qaytdi. Michael Morales birinchi raundda nokaut va ketma-ket 19 ta g'alaba. Bu jangchi xuddi Undertakerga o'xshaydi, uni to'xtatib bo'lmaydi. Va nihoyat asosiy jangchilarning sovuq raqamlari: Valentina Shevchenko, Ueli jangni bor yo'g'i 32 va nihoyat asosiy janglarning sovuq raqamlari: Valentina Shevchenko, Ueli jangni bor yo'g'i 32 ta aniq zarba bilan tekshirib ko'rdi faqat. Va bu Ueli faoliyatidagi to'liq janglar ichida eng past ko'rsatkich. Valentina uchun bu qatorasiga 13-titul jang edi. Islom Maxachev 25 daqiqalik jangda 19 daqiqa 10 soniya nazorat qildi. Tasavvur qilmoqdamisiz? Islom Jack Madalenaning UFC'dagi barcha raqiblari qilgan kontrol vaqtini qo'shib hisoblagandan ham ko'ra ko'proq nazorat qildi. Va eng muhimi, ushbu g'alaba bilan Islom Anderson Silvaning rekordini takrorladi va UFC tarixidagi eng uzun g'alaba seriyasi 16 ta g'alabaga ega bo'ldi. Xullas, dahshat armiyasi. Ko'pchiligingiz bu haqida gapirmadingiz. Sizga oxir-oqibat bu turnir yoqdimi yoki yo'qmi? Aynan shu video haqida barcha fikringizni yozib qolding.